Salom hammaga. Biz bugungi videoda Hardikorda mana shu qishloqchada 5 kun yashaymiz. Hardikorda birinchi o'rinda bizga ovqat kerak. Yo'q. Kirisa. Hozir biz o'zimizga yangi bitta uy topishimiz kerak qo'layam. Qo'laymazin o'lasan. Birinchi o'rinda hamma uydagi narsalarni olib chiqish kerak. Bunda bo'g'am yo'q. Samon. Bunda yaxshi. Chiqindi ko'yni kerak. Bizga yaxshiroq narsa kerak-da. Masalan, samon. Bitta samon. Ikkita samon. Uchta samon. To'rtta samon. Ikkita samon. To'g'ri 6ta samon. 8ta samon. 9ta samon. 10ta samon. 10ta samon bor ekan. 9ta. Qo'y o'ldiraman deb yotibman. Deyman, menda cheksiz-ku. Bunda hech bola yo'q. Yaxshi uyga o'xshayapti. Bunda ham hech bola yo'q. O'lib ketsam. Nima bu? Shunchaki yildim endi nimadir toplar. Boqam yo'q. Zombi bot. To'xtada biz chotgina saqlamiz. Mayli haliyamiz. Sen kuchayib olaylik. Vatan sizdingizmi? Mana samon. Va nihoyat sandiq. Qarashdan kerakmiz. Bundan boshqa. Ot. Va. Yok diyorum. Sen bot ot ekansiz, ot. Bu yerda samonlardan qarshi kerak. Sen chiqma-da. Chiqsang-ki men yegasi tinch qo'ymaydi. Pomidor. Bu yerda ham hech nima yo'q. Samonni olish kerak deb ovqat ketdi, ovqat yeymiz. Qo'lim nima qilyapti? Hayotdan siqilyapti. Qo'limga dalda bo'lib keldi. Suvga qarab xotinni sog'inib. Qo'y, bizga boshqa samon kerak emas. Qadam kerak. Billa, sen meni jom ko'raysan bot. Urpum. Juda boshqacharoq qishloq ekan-da. Yaxshi, men o'zimga uy qilib olaman. Narxlarga bormoqman. Mana buni uy qilaman men o'zimga o'ylasangira. Shu meni uyim bugundan boshlab biron tinsang keyin
Dörtlük ama. Ana benim bir yaşıda. Hazır. Golemde. Bak. Hardi karda mı ne? Baş gereken. Yok. Nima ichib ketdimiz? Shuni qo'lim yo'q. Buloq bo'lib yotdi qo'lim. Ketaveramiz bu yoqqa. Yo'qoley. Asab buzibsan juda. Yo'q bu nima bu? Ha, bulardan 3 ta bo'lib kelgan. Kaç. Ye. Bol. Endi çırtamam belki. Ne kaçacağım? Böyle oturalım. Uyuttuk hadi mi? Ya. Böyle endi. Kaçırma yapacak. Kaçırma yap. Ve senin taştan mı canın mı? Ve nihayet temir ya kon. Ana yine temir bilan mama yok. Endi biz hozir kerakli narsa bizga qo'ymayor. Korkmam yo'q men. Qaytaman. Bu böyle zombi. Bilet kırıysa kaç gerek. Çıksan ölesin. Kelle var mı senin? Kaç gerek. Menga az daraxt gerek. Daraxtga borinishga savg'a. Yerinib. Mana daraxt oldimda tayyor turibdi-ku. Meni yo'qasa bo'ldi. Farqi yo'q. Mana shu yerga kirib ko'rdim yo'qmi? Ko'rmagan o'xshayman. Kirib ko'rgan ekanman. Bu yerda ham bot. Zombimizni qo'lmayotganimiz bor. Canım he. Canımga qaramay o'ynayapman. Birinchi o'rinda ovqat yeb. Öpüş kerak emas menga. Keyin tayoq yasab. Keyin ye. Versakti. Olamiz uyga kirib olaylik. Bexavotir. Versakti qo'yamiz. Va birinchi kun bo'ladi shu bilan. Birinchi kunda ham kuchaygan bo'lamiz. Kirki yasaymiz. Keyin bolg'a yasaymiz. Nima yasaymiz? Farqi uxlaveramiz. Birinchi kun bilan ketdik olg'a tosh ezishga. Bugun qiladigan ishimiz tosh ezish va temir va birinchi o'rinda mash'ala ham yasab bo'lamiz toshdan.
Taxminimcha yana 1-2 tessa ketar. Ket. Mash'ala nima kerak menga? Kiramiz. O'zim hujjatamanmi? Bunaqa kirib turib, buni bosib tursak bo'lar-ku. Endi bo'lsa biz konga olg'a. Bizga bu kerak emas. Nima narsalarni qo'yibman, baribir ham o'zim tamom-ku. Bepish tamom. 5 ta temir. Qo'limdan 5 ta temir tushdimi? Non yasab olay. Xullas shuncha yetadi endi. Non. Shunday bosib o'tiraveramizmi endi? Ketdik. Qishloqqa menga omad tila. Topshiriq bajarildimi shunda? Qora qo'y, yubli. Yoqdagi qarab o'tish kerak-da, qo'y. Bas tushib ketsam. Tushib ketgan bo'laman. Tamom bo'ladi. Endi lava bormi deyman. Nezerga surib olish kerak. Juda tez bo'lmasam bo'ldi. Temir topsam bo'ldi men. Juda tushim kelmayapti-da. Tushmasam. Qo'li iltimos. Iltimos menga yaqinlashing. Temir yo'q. Bu yoqda tekshirdik. O'lib ketmasak bo'ldi. Voh bila bu nima? Tanishdim, qaytishga blok yo'q-da. Kelib qolma sen. Kelmasang bo'ldi. Toshlaydi bo'ldi. Bir marta tinch qo'yib turinglar. Men buni olmasman. Sezib olaman. Ikkitagina jon. Bunday paytda nima qilish kerak? O'rganish kerak. İşte ko'rinmayotgan bo'ldi mumkin, lekin menga ham ko'rinmayapti. Men jimibman. Jon to'shini kutamiz endi. Hammaga xayr, birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism